I'm so lost in this dunya, feeling so trapped in this dunya. I just wanna run from this dunya. Yeah. I'm so lost in this dunya, but I'm about to play this dunya. The deen is a key to this dunya. Yeah. Cause I got Allah who is king of dunya. Yeah. I got Allah who is king of your dunya. Yeah. This dunya got me running through the six with my woes and my fresh new kicks. This dunya is a phone, makes me slip, need these prayers so I do not quit. I've been holding on to you so long, so many promises just turned so wrong. Çakıcı her günü şirin uxlaytqan vaqtimizdan 2 saat vaz keçib, bugun nəhayət bərəkətli bir gün ötküz olduq. Əgər biz ətdigan uxlaytqan 2 saat vaqtimizdan vaz keçməgan bolsaq, ma oyunu oynayamaydık, ma bir günümüzdə bunda bərəkətlik ötküzəməydik. Demək, azraq rahatqa erishish, azraq ko'ngil etish nimani talab qilgan? Azraq uyqudan, azraq rahatdan vaz kechishni talab qildi ma dunyoning qonuniyatidimi? Dal shuningga o'xshash Alloh taolo qo'ygan qonun mayında. Biz agar abadiy hayotimizni bir rahat yashaylik desak, vallah, azraq rahatdan vaz kechishimiz lozim. Agar bugun ətdigan uyqumizga rahatdan vaz kechmagan bolsaq, saat 3'da 10'imizda turmagan bolsaq, bu oynamaydık-ku, dal shuningga o'xshash. Bu dunyoning qonuniyatimi shu, ilohiy qonuniyatmi shu. Endi biz bugun buyoqqa nima chiqqanligini hammamiz bilamiz. Agar ko'zingni tangib mashinada chiqib tashlagan bo'lsam-ma, qarab deganda oy bugun qatayimiz kelganda bilalaytdinglar. Nimishqa atraf qalsanglar qataylayotgan kishilar, qataylayotgan motorlar, har xil asablar hammasi bor. Buyoqqa bakaga kelmadik-ku, dal shuningga o'xshash ballar. Biz ma dunyoga bakaga kelmaklik. Hiç qanday yerga biz bakaga bormaymiz dunyoda. Ma dunyoda bir ahamiyatsiz ish bo'lmaganday, bizning ma dunyoga kelishimizda ma ahamiyatsiz ish yo'q. Eng aqallisi ma Hamzaning ko'zidan tangib chiqib menga qo'ygan bo'lsam, bugun qatanimiz ekan deydi. Ma dunyoga kelib bir odamning aqlim bo'lsa, voy bu yerda qarasak bir odam yangi tug'ildi ekan, o'qiydi ekan, xizmat topitgan, pul topitgan, uy atgan, oxir o'lib qolgan. Ha bu vaqtda bir tutqan ekan. Bu yerda bir qitqan ish bor ekan deb buni bir aql qanday qilalaydi? Bilalaydi. Normal bir aql. Demak, insonninki ma bizningki ballar. Ma hayotda ma nimada vazifamiz bor. Biz rahib emas, o'ynamaylam ibodat qilinglar demoqchi emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom inna dinana fusha, bizning dinimizda ko'ngil achish bor deydi. Bizning dinimizda ko'ngil achish bor. Biz ko'ngil achimiz, ammo ko'ngil achish bizning g'oyamiz emas. Bu dunyoda to'xtamay ko'ngil achish o'ylamayotgan qadamlar, u kim desang, ular hayvon. Hayvon shu ko'ngil achimi deb yeydi, ing'irib uchib daniz deydi, ammo inson degan ko'ngil ochdi, uni bir ma'lum bir ruhiy ocharchilikni qondirish uchun to'g'ri bo'lgan ko'ngillarni ochdi, ammo o'zining bir g'oyasi bor, bir vazifasi bor. Biz vazifamizning nima ekanligini bizga avatilgan payg'ambar orqali, shu payg'ambarning varisi orqali o'zimizning vazifasini bilib bo'lgan bir insonlar. Shuning uchun men sizlarga o'zimga qilgan narsani qilmanki, vallah. Mayli siz yosh bo'linglar, mayli o'smir bo'linglar, shuni bilishinglar kerakki, har birimizningki mohiyatli bir vazifasi bor. Chunki hozir ko'rayotgan qari odamlar onasining qo'sqinda qari tug'ilmoqlik. Ashulni sizga o'xshash yosh vaqt bo'lag'lik. Yosh vaqtni besib o'taglik, ondan keyin qarilik. O'lib ketgan odamlar ana shunda. 100 yildan keyin esingizda bo'lsin, biz navlarimiz bilan qo'shilib tuproq ostida bo'lib, bolalarimiz bilan qo'shilib. Hozir biz o'ltirgan uyda yot odamni o'ltirdi. Biz ishlatgan mashinani yot odam, agar u mashina bir kadin chiqmagan bo'lsa, yot odam minidi. Bizning keyin kelgan avlodlarimiz bizning ismimizni ya biladi ya bilmaydi. Dunyo mushunda biz o'lib ketsakmi normal davomlashib qiyomat qiyomoqchi meni asqitdigini ma hayotda biz aşı bir mecburiyetimizni tunib, xuddi bugun ma uyan uchun, ma ko'ngil etish uchun atgan uyqumizni voz kechganga o'xshash, ma hayotda ko'nglimiz ba'zan yama ishni tasimi, shuningdan biraz o'zimizni yig'ib, keyingi bir o'lgandan keyingi abadiy hayotga u dunyoni qo'lga keltirish uchun ba'zan bir xushalligimizni voz kechalsak, ko'nglimiz tasimi, ondan keyin biz ma hayotdagi majburiyatimizni ado qilgan bo'lamiz. Shunga bugungi kunimizda haqiqatan test ballar. Bular biz yashayotgan jamiyatda inson o'zining g'oyasini bir tunib, do'stlar to'xtamay uyan o'ynamasa, do'stlar to'xtamay mashinaning gapini qilavassa, do'stlar to'xtamay qanday qilsak noch oyamiz, qanday qilsak shu biz to'rda havas qilgan kishilarga o'xshash bir yashayapmiz deb mashina qilgan vaqtda, yo'q, to'g'ri, yashashimiz kerak, yaxshi yashashimiz kerak, yaxshi uyda o'tirishimiz kerak. Bu hammasi to'g'ri ish, lekin bizning g'oyamiz bu emas. Bizning bir g'oyamiz bor deb o'zining g'oyasini o'ylayolish test ish, ammo qilib bo'ldigan ish oz bir yoshlar qila oladigan ish. Mana mush oz yoshlar orqali bir millatda uyg'unish bo'ladi. Biz shular orqali sizlarga o'xshash yosh balni yig'ishga maqsadimiz shu. Biz butun Uyg'ur yoshlariniki hammasini yig'ib bo'lolmaymiz. Unda bir imkoniyatimiz yo'q. Mush atrofimizga ijobiy pozitsiyada bo'layotgan, biz mush balning bir har jihatda bir yaxshi ota-onasi, mush baldan bir yaxshi unum chiqadi degan balni atrofimizga yig'ilib va shularga o'zimiz bir his qilgan ba'zi bir haqiqatni yetkazishga tirishyapmiz. Maqsad nima desanglar? Ma mayli, to'g'ri, men isingizda olsin, har vaqt ma dunyoda yashashni chekilmoqchi emas. Din desa bizni o'ynuqni qo'ymaydi. Bizni
kino ko'gili qo'ymaydi. Bunda o'ylamanglar. Din ma hayotda yashaymiz, ammo to'g'ri bo'lgan shaklda yashaymiz. Alloh yo'l qo'ygan shaklda yashaymiz. Nocha uyda o'ltirsak bo'ldi, nocha mashina haydasak bo'ladi. Ammo o g'oya olmaslik lozim. Bizning bir nishon boshqa. U bo'lsa-mu abadiy hayot nishon qilishimiz lozim. Bunda qarasanglar jamiyatda biz masalan to'xtamay telefon o'ynayotgan mushu mezgillarda qaranglar. O'ylab boqinglar. Hozir xabarda ko'ryapsizlar. G'azzada shu qorda, shu sug'oqda hatto yalang oyoq, yirtiq ishtallar bilan kurash qilayotgan kishilar o'zining vatanini qo'g'dayman deb. Ham shu G'azzadagi Falastinlik nurg'un kishilar va Yevropaga va boshqa yerga bir kishi turmush yashayotgan kishilar bor. Dunyoning har bir chetida o'zining g'oyasini, o'zining majburiyatini turib tirishayotgan, badal to'layotgan kishilar bor. Ya'ni nurg'un kishilar borki, u g'oyadan qochib bir kishi xotirjam turmush qo'lishib yashayotgan kishilar bor. Bu butun jamiyatda bor. Lekin biz endi ana shu bir kishi turmushimizni yashab, mush hayotdalar 40-50 yillik hayotni ham ko'zlamdik. Yoki bu hayotda azroq japatasakmi, azroq hayotimizni qiyinroq o'tkazsakmi, abadiy hayotimizni qo'lga keltiramiz. Ma'lumda hammalarning aqliga havola. Shuning uchun o'zimizning g'oyasi abadiy hayotimiz uchun, jannat uchun bir ish qilish desa, sizlarni cho'ng ishlab qilmoqlik. Oddiysi o'zinglar agar ashunda bir niyat qilib qolsanglar, yo'q men zodi to'g'ri pul topay, lekin men o'lib qolamiz ekan, o'lgandan keyin bir jannatga kirish uchun bir ish qilay degan bir niyat olib qolsa, sizdan cho'ng ish kutilmaydi. Nayt kichik bir ish kutiladi. Deprima siz boshlayotgan ishni, hozir hammamiz siz kichiklam emas, cho'nglimni xuma bo'layotgan bir ish bor. O qaysi desanglar, telefon. Telefonga cho'nglimni xuma bo'lag'lik, kichiklimni xuma bo'lag'lik, ayollimni xuma bo'lag'lik hozir. Ammo yoshlar telefon ichida uyanga baxom olib ketiklik. Agar sizlar o'zingizni bir o'zgartdi, yaxshiroq bir ulgulik musulmon bo'lay, va jannat uchun azroq bir ish qilib qolsanglar, faqat telefon o'ynamanglar demayman. O'ynaydigan vaqtingizga bir cheklama qo'yinglar. Kunda 1 soat ulamdi, yarım saat ulamdi bir cheklama qo'yib, o'zingni tizginlanglarki, o'zingni rasmiy qitqa ashiga markazlashinglar. Atdigan qolsam uyan, unda o'yinsalma hozirchim gap qilmoqlik. Atdigan qolsak biz nurg'un bolalarning bu ahvolini ko'rib gap qilmadik. Ammo aqlinglarga biz shu savolni tashlaymiz. U o'ynab oxirat nima bo'ladi? Hozir mush o'tdak yosh vaqtinglarda, zehnin uchiq vaqtda hayotingizni telefon bilan o'ynashlar o'tkazsanglar, buning ta'lunusini, badalini chuqum to'laysizlar. Qirg'a vaqt to'laysizlar, yoshlig'iga vaqt to'laysizlar, bir oila qurgan vaqt to'laysizlar. Hozirdan tortib vaqtni foydalansanglar, uning mukofotini oila qurgan vaqtda, cho'ng'o'ga vaqtda chuqum ko'rsizlar. Shuning uchun sizlar hozir agar ma gap azroq menga bir ta'sir qildi, men bir o'zgay desa, anglaplam kanalda nima qilib kelmay, o'zingning cho'ng emas bir odatini, o'zingning qanday bir odatlab qolsa, agar telefon xomalab qolgan, uyan xomalab odatlab qolsa, butunlay yo'qotish emas, ang oldin cheklanglar. Ma'lum doiraga kiringlar, oziltinglar. Shu bo'yicha o'zingni isloh qilinglar, o'zingni yaxshi qilinglar. Shu sizlarning o'zingni yaxshilash qilingan bir tunji qadam bo'lib, sizlar boshqa bir odamga aylanasizlar, undan keyin sizlar hayotingizga qimmat qo'shasizlar. Burun bunda sayfular bo'lgan bo'lsanglar, sizlar o'zingni bir isloh qilib, o'zingni bir tirishchan, o'zingni bir kishilik turmushini bir o'zgartgan, o'yin tomoshaga berilgan emas, kundilik vaqtini joyida foydalangan bir sayfularga aylansa, bir ish keldi, buning hayotida o'zgarish bo'ldi. Bu kishilarning nazarida o'zgarish bo'ldi, Allohning nazarida o'zgarish bo'ldi. Namozlari joyida, o'g'inishi joyida, masalan siz bir til biladigan, kompyuter biladigan, yaramliq bir odam bo'ldi. Bu vaqtda jamiyatda muvazzin bo'ldi, Allohning nazarida muvazzin bo'ldi. Aksichi sizlar shu telefon kirib, mashhurligiga, qimmat mashinaga havas qilib, o'ng deyatib telefonni sirib kuraveringlar. Hayotingning oxirigacha kuranglar unda bo'lolmaysizlar. Ondan dasturib yo'q, men mushu narsaga bir g'oya qilaman asosida erishib deb o'ylasanglarmi, shu dasturib telefonni yig'ib etib, tirishadigan, o'zingni o'zgartiradigan bir irodaga kelmasanglar, sizlar shu havas qilib o'tib ketisizlar, zamondan keyin qilaversizlar, mangu havas qiluvchi bo'lib ketisizlar. Mangu havas qiluvchi bo'lmaslik uchun ish nerdan boshlangan? O'zimizni o'zgartirishdan boshlanadi. O'zimizningki bir aybini o'zgartirishdan boshlanadi. Shuning uchun hammangizga qilgan tavsiyam, balkim biz Ramazongacha hozir purshanbasligimiz mumkin, chunki Ramazonlik tayyorligimiz bor. Hozirdan ta tavsiyam fikrim. Oldimizda Ramazon keldi. Ramazon buning uchun bir fursat. Mening bir yomon odatim bor. Sizlarning ham bir odatingiz bor. Bizim bir yerdə pəriştə emas, bizning xatoligimiz var. Müşahidəki men daxil hammamiz özümüzning bir yomon odatini, o'zimiz ichimiz echiyotgan bir yomon odat bo'ldi. Mushuni qilmasam bo'ladi deydigan. Mush ichimiz echiyotgan yomon odatni men bir tizginlik, ondan keyin buni tugutay deb, mushunga bir o'zgartishga bir tirishib baqilimi ballar? Tirishib baqilimi? Əməsə, müştirişib baxsaq, Ramazangacha agar bir odatimizni o'zgartiraymiz biz. Nima qilsanglar bir yomon odat bo'lsin yoki bir yaxshi odat bo'lsin, bir odamga cho'qim odatga aylanish uchun qancha kun vaqt ketadi? 40 kun. 40 kunda agar sizlar har kuni bunday xush odat qilsanglar, keyin soat to'g'rilamasanglarmi, 41-kun o'g'ilib ketasizlar. Sizlar 40 kun ichida chiddab soat, kunda 1 soatlam uyan o'ynayman deb o'zingizga va'da qilsanglar, 41-kun esa chiddab turmasanglarmi, o'ynag'il kelmaydigan bir holat keladi. Dal Ramazonga hozir 40 kun qoldi. 40 kunga siz bir yomon odatni o'zgartiralaysizlar. Ramazon kelgandan keyin nafsimiz qarta bir qancha kurashlar olib boriladi. Yigimiz var yemaymiz, içkimiz var içmaymiz. Bu irademiz kuchlanadi. Mana bu vaqtda biz bir qancha yomon illatlarimizni o'zgartiraymiz. Biz bu vaqtda Ramazonni haqiqiy manfaatlik, unumli o'tkazgan bo'lamiz. Shunga sizlardan tavsiyam, Ramazonga hozirdan boshlab tayyorlik qilinglar. Tushundingizmi? Men o'ylayman, men haqqasanglar, biz bundalam yig'moqlik. Kimning bolasi nima ish qildi, hamma tanlab yig'lik. Sizlar o'zgarsanglar, chaqchaqamanglar Uyg'ur jamiyatidagi, biz yashayotgan Uyg'ur jamiyatidagi yoshlarga ta'sir ko'rsatalaysizlar. Hozir men 30 necha bo'lsanglar, birsanglar 2 baldan ta'sir ko'rsatsanglar, 70-80 100 baldan ta'sir ko'rsatsizlar. Ameliyatda men bilaman, og'inangni bekcha qaqasanlarki. 2 emas 5 tin bal ta'sir ko'rsataysizlar. Tushundingizmi, ballar? Shunga menda og'inam adashni qashqarib lekenda bir yaxshi bir yomon
çekilsanglar, sizlarni bir mazaq qildiganlar chiqdi. Voy, sen xo'ja bo'lib ketdingmi? Voy, sen taqvo bo'lib ketdingmi deb kulib qo'yib, yana sizlar o'zgarishni, ta'sir ko'rsatishni davomlashtiringlar. Anda bir qatam masxara qilib qo'ysa, voy, mana gap qilsam satto'day deb o'ylab qolmanglar. Payg'ambarimiz nima deb masxara qilgan? Sarang, minchaqlashib qolgan. deb masxara qilgan payg'ambarimizni. Ammo o'sha masxara qilganlar nega bo'ldi? Payg'ambarimiz nega bo'ldi? Undan keyin shunda bo'laqliq. Shunga balkim sizlar o'zingizni o'zgartirib deb yo'lga chiqqan vaqtinglarda do'stlaringlar orasida biroz g'aybsinib qilishingiz mumkin. Biroz yatsanib qilishingiz mumkin. Ammo bu gaplik emas. Bu Allohning nazarida bir istifa, tanlanganlik bu. Chaqchaqamal tanlanganlik bu. Allohning tanlangan bandalari bo'lishini xohlamsizlar? Normal insonlarjaq, turkchadagi sirodni insonlar degan normal insonlarjaq. Ammo Allohning nazarida tanlangan bir bilik insonlar bor. Bu tanlangan insonlar boshqa o'xshash yashamaydi. Boshqa yoshlar telefon o'ynagan bo'lsa telefon o'ynamaydi. Boshqa yoshlar boshqa narsani kuydi bo'lsa, u onda narsani kuydi bo'lmaydi. U boshqachiroq bir yosh u. Ana shular tanlangan yoshlar. Alloh taolo hammanglarni men shunda umid qilaman, ana shu tanlangan yoshlarning qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Hammamizni ana shu tanlangan yoshlarning qatoridan qilsin. Alloh taolo bu qarindoshligimizni, bu akkumligimizni yana davom qilsin inshaalloh.